Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsizda qitinglar, ekranimiz bo'lsin. Xitoy Urumchida yana bir ko'z bo'yamchilik yig'ini ochdi. Xitoyning ko'z bo'yamchilik yig'inlaridan biri bo'lgan atalmish Xinjiangning inson huquqlari taraqqiyoti munbirining 3-navbatligi 6-sentabr Urumchida o'tkazilgan bo'lib, yig'in atalmish Xinjiang pedagogika universitetiga o'rinlashtirilgan. Xitoy bu yig'inni atalmish Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligi munosabati bilan o'tkazganligini bildirgan bo'lib, yig'inga Xitoydagi har qaysi universitetlar va tadqiqot o'rinlarining mutaxassislari qatnashgan. Ular Sharq Turkistondagi inson huquqlari to'g'risida to'xtalib, insoniy huquqlarni qo'g'dashning birla andisi yo'qligi, inson huquqlari bilan taraqqiyot, bexatarlik va madaniyatni birlashtirish orqali insonning to'liq taraqqiyotiga erishgili bo'ladiganligi va hayot bexatarligi, ishga o'rinlashish bexatarligi, barobar siyosiy huquq qatorliqlar haqida bir qator safsat sotgan bo'lib, 2024-yili 12-oygacha atalmish Uyg'ur avtonom rayonida 16744 davolash va sahiya organi borligini, ishsizlik nisbatining 5,5% ichida kontrol qilinganligini da'vo qilishgan. Xitoy bu yig'inga yana Vengriyada yashaydigan Xitoy muhojirlari sifatida Xitoy Yevropa Xinjiang madaniyat jamiyatining raisi, atalmish Xinjiang xalqaro savdo birlashmasining muavin raisi Jang Yichuni taklif qilgan bo'lib, u so'zlarida atalmish Uyg'ur avtonom rayonidagi inson huquqlari taraqqiyotining abstrakt hukm emasligi, balki millionlagan kishini namratlikdan qutuldirish, bexatarlik tuyg'usi, emgak orqali kirim qiladigan, barliq millatlarning madaniyatiga hurmat qiladigan, har bir bola maktabga bora oladigan va hammalarning haqsiz davolash tekshirishidan bahramand bo'la oladigan ahvolga kelish ekanligini bildirib, numussizlarcha biljirilgan. Bu munbarga atalmish Xinjiang pedagogika universiteti sahibxonlik qilgan bo'lib, mazkur universitetning partiya komitetining muavin katibi Liu Jun maktabning munosabatli tadqiqotlarini texmo kuchaytirib, texmo sifatlik asli natijani borliqqa keltiradiganligini va yangi davrdagi inson huquqlariga hurmat qilish, qo'g'dash va taraqqiy qildirish hikoyasini yaxshi so'zlaydiganligini bildirib biljirilgan. Mazkur yig'inda so'zlangan barliq temalar amaliyotda Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan inson huquqlarini dafsanda qilish jinoyatlarining yig'indisi bo'lib, Xitoy dunyoga purkatgan jinoyatlarini buningga o'xshash har xil soxta yig'inlar va faoliyatlar bilan oqlashga, amaliyotni yoshirishga va bu orqali ko'z bo'yamchilik qilishga urinmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 12 avgust e'lon qilgan 2024-yillik inson huquqlari vaziyati haqidagi dokumentida Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni davomlashtirayotganligini qayta ta'kidlagan edi. Dokumentda 2017-yildan tortib Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon millatlarni keng ko'lamda jazo lageriga qamaganligi, xalqqa ming yuyish, assimilyatsiya qilish siyosati yurgizganligi, majburiy tug'mas qilish, bola tushirgizish qatorliq nupus kontrol siyosati sababli Sharq Turkistondagi tug'ilish nisbatining ko'rinarli tuvanliganligi, Xitoyning Sharq Turkistondagi diniy bostirishlari, majburiy emgakka solish jinoyati, atalmish qo'shmoq tuqqan siyosati orqali xalqni uyida nazorat qilishi, ilg'or texnikalik biologiyalik farqlantirish sistemasi orqali Uyg'ur qatorliq millatlarni ko'zatishi, Xitoy oqqo'llarining to'xtamay Sharq Turkistonga eqishi qatorliq jinoyatlari bayon qilingan edi. Xitoyning inson huquqlari temasidagi mazkur ko'z bo'yamchilik yig'inining bu dokument e'lon qilinib bir oyga yetmagan vaqtda va 2-sentabr Amerika Avam palatasida Xitoyning Sharq Turkistondagi barliq jinoyatlarga qarshi ma'qullangan Uyg'ur siyosati qonunidan bir necha kun keyin o'tkazilishi alohida diqqat qo'zg'adi. Xitoy Yaponiya parlament a'zosiga jazo yurgizdi. Xitoyda tug'ilib, keyin Yaponiya fuqaroligiga o'tgan Seki Hei Xitoy Kommunistik partiyasini ochiq-oshkora tanqid qiluvchilarning biri bo'lib, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi dushanba kuni bayonot e'lon qilib, Yaponiya parlament a'zosi Seki Heiga Tayvan va ikki davlat o'rtasidagi boshqa kelishmasliklar to'g'risida yolg'on uchurlarni tarqatganligi sababidan jazo yurgizilganligini e'lon qildi. Ministerlik mazkur shaxsning Xitoy Kommunistik partiyasini qattiq tanqid qilganligini va uzundan buyon Tayvan, Sinkaku taqim orollari hamda Sharq Turkiston, Tibet va Hong Kong qatorliq rayonlarga munosabatlik masalalarda yolg'on uchurlarni tarqatib kelganligini da'vo qildi.
Bayonot yana Heyning Xitoy bilan Yaponiya o'rtasida imzolangan 4 siyosiy hujjat va bir Xitoy prinsipining ruhiga ig'ir darajada xiloflik qiladigan, Xitoyning ichki ishlariga ig'ir darajada aralashish hisoblanadigan, davlatning egilik huquqi va zamin butunligiga ig'ir ziyon soladigan talash-tortishlik, urushga chetishlik Yasukuni ibodatxonasini oshkora ziyorat qilganligi qayd qilindi. Bu ibodatxona uzundan buyon Yaponiya bilan uning qo'shnilari bo'libmi Janubiy Koreya va Xitoy o'rtasidagi diplomatik jiddiychilikning manbasi bo'lib kelmoqda. Mazkur davlatlar ibodatxonani ziyorat qilishni Yaponiyaning urush tarixini to'liq e'tirof qilmaganligining belgisi deb qaraydi. Egilinishcha, Heyga qaratilgan jazolar uning Xitoy zaminidagi ko'chma va muqim mulklari hamda boshqa mol mulklarni to'nglatish, Xitoy zaminidagi organ va shaxslarning uning bilan savdo, hamkorlik va boshqa turdagi faoliyatlarda bo'lishini man'iy qilish hamda o'zi va bevosita oila tabiatlariga Hong Kong va Aumin qatorliq Xitoyga tava joylarga kirish vizasi bermaslik va u joylarga kirishini cheklash qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Xitoy Rossiya energiya magnatining innovat darajasini 3A qilib bekitdi. Rossiya bilan Xitoyning Sibiriyaning kuchi 2 turbiliniyasini tasdiqlaganiga bir necha kun bo'lganda, Xitoyning innovat darajasini baholash organi Amerika qora tizimligiga kirgizgan Rossiyaning energiya magnati Gazpromning innovat darajasini 3A qilib bekitdi. Axborot vositalarining xabarlariga asoslanganda, Beijing Rossiyaning danglik energiya shirkatlariga yerlik zoyum bozorlarini qaytadan ochishga tayyorlanmoqda ekan. Baholash organining dokladida Gazpromning innovat darajasi bu shirkatning strategik ahamiyatini va Rossiya hukumati bilan bo'lgan qonuniy bog'lanishni aks ettiradi deyilgan. Gazpromning dunyo neft va tabiiy gaz sanoatidagi muhim o'rni ham Rossiyaning energiya bozoridagi muhim roli qatorliq kuchli savdo doirasi bu shirkatning innovat darajasining yuqoriligini ko'rsatdi ekan. Rossiya bilan Xitoyning Sibiriyaning kuchi 2 turbiliniyasini tasdiqlaganiga bir necha kun bo'lganda, Gazpromning innovat darajasining 3A qilib bekitilishi bu shirkatning muqim holatda taraqqiy qilayotganligini ko'rsatib bergan. Gazprom buni oldingi hafta Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Xitoy ziyorati jarayonida e'lon qilgan edi. Iqtisod vaqt gazetining yakshanba kuni aloqador manbalarga asoslanib xabar qilishicha, Xitoyning yuqori darajalik pul muomalini nazorat qilish boshqarish ishlari mas'ullari oldingi oyning oxirlari Rossiya energiya shirkatlarining boshqaruvchilariga yuan orqali panda zoyumlarini setish planini qo'llaydiganliklarini aytgan. Shirkatlar odatda Xitoyda zoyum setishdan burun innovat darajasi oladi ekan. Xitoyning innovat darajasini baholash organi Gazpromga munosabatlik yuqori geopolitik xatarlarning borligini eskartgan. Gazprom 2022-yil Rossiya Ukraina urushi boshlangandan keyin Amerika tarafidan jazolangan edi. Oldingi oyda Xitoyning innovat darajasini baholash organi butunlay Rossiyaga tava bo'lgan o'rta tipdagi neft shirkati Saru Bazneftning innovat darajasini 3A qilib bekitgan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.